Rossiyadan o'zbek, qirg'iz, tojik, qozoqlarni deportatsiya qilib, ularni o'rniga Hindistondan musofirlarni olib kelgan rus fuqarolari hozirgi paytda afsuslanmoqda. В моем холодильнике вот это мой холодильник. И сейчас смотрите здесь. Потому что он как пример самый помог, так она его ничего закроется, как будет. Надеюсь, действительно. Все осколка, все разбито, все кучи разбиты. Чайник разбит. Кастрюля с едой и с ужином разбита. На стенах еда. Kulgili joyi yo'q. Yana kulmayman deyganu. Odam ustidan kulish emas, sraz aytaman. Yana darrov negativ yozmaylar. Yo endi manda nima ayb? Induslarga ayb hammasi. O'ylash kerak edi-da. Induslarni joylashda oldi. Induslarni men ko'rsatib kelyapman, ko'rga hassa qilib. Ular hayvon sifat insonlar. Hammasi ham emas, lekin ayrim joylarda shunaqa yashayotgan bular. Bular isqirt yashashga, poyezdlarni tagida, atrofida, balchiq, botqoqliklarda yashashga o'rgangan. Hozir men sizlarga bitta video joylayman. Gapira olmay qoldim. Tavba qildim. Kvartiraga bizni o'zbeklarni qo'ygisi kelmaydi bularni. Nima uchun endi yig'isi qilyapti? Men o'zim Peterda yashaganimda rosa bir oylab, 1,5 oylab kvartira qidirdim. Hammasi neruskiy, tam bu yoq. Kelib посредник to'pasam agentim, hammasi atmaska qilib sizni ignorirovat qiladi. O'zidan просто gapingizni ham eshitmay o'chirib qo'yadi. Bu sallaga jazo. Kulsa ham bo'lar edi aslida. Millatchilikka oxir oqibat shunaqa bo'ladi. Salla shunaqangi cho'chqa xalqiding, o'zingga yarasha cho'chqalarni topib kelding. Molli siydigan ichib tagida cho'miladigan insonlardan buqiga bayram qilib, nimani kutgan eding? Molpamlar molligicha qoladi. Bizni o'zbeklarni, tojiklarni, qirg'izlarni o'zlaringcha qo'lingni uchida ko'rsatuvding. Sekin-sekin boshlanishi yomon emas. Moskvani Mumbayga aylantiramiz degandim.